Assalomu alaykum azizlar. Anchadan buyon video qo'ymayotganim sababi uyimizni ozgina remont ishlari bor edi hamda uy ishlari bilan juda ham ko'milib ketdim. Uyimizni old ayvon qismida har doim plyonka yo biror bir to'sin bilan o'rab qo'yardik. Bu yil kelishga bo'lsa ham akvaromlar o'rnatishga qaror qildik. Chunki hademay qish keladi. Ko'cha tarafda o'g'lim ishga chiqishga, boshqa qilishga qiynaladi. Juda ham sovuq havolar oyoq buyumlarimizga urib ketadi. Yetmaydi O'shaning uchun qalin to'sishga qaror bitta qildik. stol qo'yamizmi? Unda menga o'g'lim yordam berdi. Plyonkalarni ko'chirish, oynalar artish Stol bilan qo'yamizmi? shug'ullandik. Ayam kichkina o'g'lim bilan teraklarni yonlari o'sgan ekan, o'shalar uvol bo'lmasin deb yanagi yilga ko'chat bo'lishi uchun ekib qo'yibdilar. Quyosh chiqib turgan vaqtda qilib oldik. Hali ham mana endi hozir sovuqlar tushib qoldi. Anchadan beri uyga ketayotganimizda musulmon ko'chaga chiqarib qo'yamiz axlatni. Negadir qopni tashlab ketishmayotgan edi. O'shaning uchun qopni tashlab ketib bosib qo'yishga to'g'ri keldi. Hammalaringiz sog' salomat bo'lasizlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.